Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Minor va Uzmirdan yana bir trekni eshitib ko'ramiz. Ichimdagi ilonlar. Aytmoqchi, videoni ko'rishdan oldin like tugmachasini bosib, poddeska qilib qo'yinglar. Xudo xolasa, sizlar uchun videolar qo'yib borishga harakat qilyapmiz. Ishdan keldim, ko'zim yumilib qolyapti, lekin hammasi sizlar uchun. Ketdik emasan, ichimdagi ilonlar. Pogнали. Yo. Spitaminref.ru Gördüm barını mani el qatori xarni mani el qatori muhabbatim el qatori arzimani qarzimani osmonu falak faqat ajal bariga tutdim men do'stga qo'ydim o'jal bari kublet barimi yasharib keldim shuncha yil ustimda kulgan keldi ketganimda kuchayib telbali deb o'ylaganim bu iste'dodim ekan endi oqtarib yurib barakda zo'ri kelmagan ko'nikdik bariga mangulik safariga kimlar minnatdor kimlarni safari qariga mancha Bilmayman, shu darajada minuslar edi. So'zlar bir-biriga shunaqa tushyapti. Dajda yotlashgan bo'lsam, to'g'ri minoradagi kuplet aytish yomon ko'radi, ko'p. Lekin bir-birini so'zi bir-biriga juda tez keladi va yotlashgan bo'lsam. Dedim bariga hatto farishta mariga ne bunaqa farishtalar undan ketsin nariga hamma saksincha yosh lekin ko'ngil qarigan bal bunaqa farishtalar topilarda bor ekan o'tmishga qaragan faqat do'sting bor ekan o'rtog'ingdan boshqasi faqat pulinga zo'r ekan sistema sanlagan pul sistema bu qatorlarim sanlagan tegishini sistema bir songa pushaymon o'zini qiladi Bu dismasmikin deb o'ylanib qolaman. No, по факту da ichimdagi ilonlarga listisi bo'ladi menimcha. Har biror gapiryapti o'ylamanglar, просто bu gap. Hayot deganlari shumi tuni kuni olishu. Jizzaxda hayot deganlari shumi tuni kuni olishu. Armonda yonishu yoki baxtli qolishu Axirlari borishu. Kimligini, kim bebahoy, kimlar bir tiyinligini har tomonda mishmishlar Uzmir o'zini katta olar yo'q shunchaki jonga kan ichimdagi ilonlar kam bo'lsa yaxshi do'stlar kam bo'lsa yaxshi do'stlar uni ustiga shu qatori kam bo'ldi yaxshi do'stlar ayt bunaqa qilsa hayotda nima esa badavlat shahzoda nima yo'q quruq shirin so'zlar bunaqa orzular ho gorizonga mosida bizda kerak bo'lsa hatto quyosh oyoq ostida rostida jamiyat sandaqalar ostida miylik sharm hayoni tomog'idan ostida kerak emas menga mehru kerak emas oqibatlar chunki aynan oqibatda kelib chiqadi g'iybatlar ortiqcha musibatlar yurakka botar onlar qancha kam bo'lsa yaxshi ichimdagi ilonlar eslashmas tukunani yo'q odamada masli Uzmir Amol juda ham chiroyli raplarda o'zini ko'rsatgan. Hozir nima deydi? Klassik yo'nalishga o'tib ketgan bo'lsa ham ajoyib. Baribir oldingi Uzmir juda ham boshqacha bo'lgan. Lekin Uzmirdagi ijodkorni topish juda ham qiyin, chunki men bilganim 3 tutumda bemalol bez ashqasiz rap ayta oladi. Ingichkami, yo'g'onmi, o'zini stilida. Просто respekt. Misol Minor hech qachon lanchaligiga ezeb ayta olmaydi. Чтобы cho'zib qilib ayta olmaydi. Uzmir xohlagan stilda ayta oladi. Xohlasa azart, xohlasa bu. Shu taraflama respekt. Eslari ham bo'ladi. U ham yo'qdan gapirib yuraveradi, lekin hech qachon bunday mahakkalar bunday gapira olmaydi hech kim. Ashna aytyapti.
içimdeki ilonlar. Lekin ularni menga sotdi ichlaridagi ilonlar. Nimalarni eshitdi-yu, nimalarni kutishdi. Bu ikkitasi obro' topib hammani unutishdi. Yo, biz obro' qilmadik, biz shunchaki rap aytdik. Unutishga kelsak faqat unutganda unutdik. Da ko'chada so'rlar ko'p, yo'zi osmonda emas, lekin men so'rmasman, qo'lim ham ko'ksimda emas. Hayot meni izimda emas, go'yo tiqilinchda emas. Biz unutishganda, biz unutsak chidamas. Kommentada 50% avliyolar maslahat e'tiborni tortish uchun yozishardi maslahat. Tipa o'zingni katta mayli mahollaganim yashasan, bor aql bo'lma. Necha marta yiqildim, yonimda seni ko'rmadim. Faqat Xudoga ishondim, undan yordam so'radim. O'rnimda boshqasi dardni Xudoni unutardi. No ishonardim, mana hali surpriz kuchlardi. O'tardi asta kunlarim, o'tardi sovuq kunlarim. Yod bo'lib ketdi o'zini issish usullari. O'zimda emas pullarim, rejalar qilib tunlari. Keyin bilsam bu yo'limni yechilmas kunlari. Endi yonimdami bari o'sha sturganlari qani? Yo endi faqatgina menga qarshi maslahat. Minor boshqacha rap yoz, sevgi san uchun nozimi. Nima shunaqa jamiyatda qushlar haqida yozaymi? Baland parvoz gaplarim o'z hayotimdan parcha. Ichimdagi ilonlar hisoblashimcha qanchadan qancha saytni Xudoni unutgandi. Unda nimaga raplarimda faqat Xudo degandi. Hayot deganlari shu, to'liq yo'l shu. Qilgan boriga shukr, chunki bari bor shu. Chunki bari olish shu, armonni yonish shu, yoki baxtli qolish shu. Axir bari bor shu. Prosta bomba. Hozir mashadan ketadi. Gapiradi ortimdan ko'rolmaganlar, Xudodan ozibat so'ramaganlar. Qani? İçimdeki ilonlar. Gapiradi ortimdan ko'rolmaganlar, Xudodan ozibat so'ramaganlar. Haqiqatga tik turolmaganlar, ular o'zimdan yurolmaganlar. İçimdeki ilonlar. Gapiradi ortimdan ko'rolmaganlar, Xudodan ozibat so'ramaganlar. Haqiqatga tik turolmaganlar, ular o'zimdan yurolmaganlar. Vitaminref.ru Men cho'ti yo'q bo'ladi. Xo'p do'stlar, sizlarga 6 minut vaqtingizni olganim uchun 6 minut vaqtingizni olganim uchun ming bor uzr. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasini bosib, подписка bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa kommentariyaga biror narsa yozib yuboringlar. Birazcık xursand bo'lib qoling. Sizga video yoqqan bo'lsa, kommentariyaga plus berasizmi, minus berasizmi, короче, o'zingizlarga xohishinglar. Sizlarga topshirdim. Va men videoni to'xtatdim. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlab tursanglar, yana shunaqa videolar olishga harakat qilamiz. Qaranglar, ishdan keldim, ko'zimni uxlab videoga olyapman. Shu sababdan qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xohlasa uxlamasdan tez ekanligi ham bir ajomasman padishga ko'rib, buning tez ishdan ham barayab turib blog yurib ketamiz. Xudo xohlasa qo'llab-quvvatlanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'ling. Ketdik bo'lsa. Yaxshi qolinglar, yaxshi dam olinglar.